Chilonzor uy bozoriga kelganmiz. Arzon va yaxshi variantlarni qo'yib boramiz. Bizni yiroqlashmang. Kim uyini sotmoqchi bo'lsa, Toshkent shahridagi kim kvartirasini sotmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilsin. Bepulga tekinga reklama qilib beramiz. Mana arzon variantlarni ko'rsatishda davom etamiz. Bir xona 32.500 $ga. Arentir Silg'azmusda ekan, telefonlari 99lik 523 1570 aloqaga chiqinglar. Yana ozgina o'tib beraman deyapti. Juda shoshilinch sotayotgan ekan, o'shaning uchun arzonga qo'yilgan, aloqaga chiqinglar. Mana yana bitta yaxshi variantimiz Novostroyga ekan, Sergeli Choshtepada. Metroning shunday oldi, 2 xona, 9 etajdan 9-etajda. Bu korobka holatdan pergordkalar bo'lib qo'yilgan. Ikkinchi metro bekati yonida, masjidning yonida ekan. Kim masjid bilan qo'shni bo'laman desa, mana shu uyda olishni tavsiya qilaman. Narxi 44.900 ekan, ozgina savdosi bo'ladi. Mana pastda egalar nomerlari, aloqaga chiqinglar. Mana bitta chiroyli variantlarimiz, arzon variantlarimiz qo'yishda davom etamiz. Choshtepa 1-bekat, 2 xona, 10-etaj, 12 etajga davom ekan. 54 kvadrat, xonalari alohida ekan. Korobka holatda turibdi. Narxi $47.000 deb turibdi. 45 mingga berib yuborar ekan. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Bosib oladigan joyi. Mana bitta Chilonzordan uy qidirayotganlar, juda arzon variantimiz va ikkita arzon variantimiz sirasi sotuvga qo'yilayotgan ekan. Chilonzor 20-kvartal, Arentir 2-maktabdagi bir xona 4x4 38 kvadrat. Tarsoy emas ekan, remont o'rtacha ekan, 1.5-6 balkon, narxi 42 ming ekan. Nechta pul berasiz aka buni? O'tadigan joyi bor? 41 ga berib yuborar ekan. Mana yana bitta variantlari Chilonzor Arentir 24-kvartal, stomatologiya ekan Arentiri. Bir xona, 1-etaj, 38 kvadrat, gruzinskiy planirovka ekan. Buni bunaqa nechta qilsam bo'ladimi? Bunimi? Ha, mana shu. Buni podvali bor. Keyin juda katta zahvati bor oldida. Bog'cha qilingan. Daraxtlar qilsa bo'ladi nechta? Mana pastda egalarning nomerlarini qoldiramiz. Mebel texnikalari bilan ekan, $44.000 deb turgan ekan. Necha pul qilib berasiz aka buni? Bo'ladi. 43.5. Bosib oladigan joyi ekan. Yaxshi variant. Mana ikkitasi birda. Yarmi Nejilay, yarmi Jiloy ekan. 2 xonasi Nejilay, 2 xonasi Jiloy. Chilonzor 22-kvartal. G'ishlik dom ekan. 4 xona, 1-etaj, 4-etajli, 2-6 balkon. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. $99.000 deb turgan ekan. Aloqaga chiqsanglar o'tadigan joyi bo'ladi. Yaxshi va sifatli qimmatga uy qidirayotganlar diqqatiga. Ishonguzarda uchastka sotilayotgan ekan, Ray Center Arentir 574 sotiq, 15 xona, zahvati qancha? 1.5 sotiq ekan. Fasadi 5.5 ga 22 metr. Shunaqami? Anaqa zahvatniki. Zahvatniki shunaqa. Uchastkaniki 23 metr. Zahvati fasadi 23 metr ekan. Mana ko'rinishlari, rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Uyning ichlari remonti bilan ekan. Mebel texnika qoladimi shunda? Ha, hammasi. Qoladi. Narxi nech pul deyapsiz aka bu? 85 ming kelishtiramiz. Nech pul kelishtirgansiz, sirasi aytib bering. Joyda gaplashamiz. Mana aloqaga chiqinglar, mana pastda egalar nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, bosib oladigan joyi. Mana dodamning yaxshi variantlari bor ekan. 5 sotiq, 4 xona, hamma nima edi bu? Hammom. Sergeli Setida ekan. Cheri surim, Qo'yi Chirchiq metrogacha 16-17 kilometr, narxi $22.000. Opshiga bu $22.000. Narxlari $22.000 opshida yana o'tadigan joy bo'ladi. Ustiga gaplashsanglar, mana uyimizning holati. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Rahmat, doda barakasini bersin. Chilonzor 20-kvartalda Arentis bozorcha ekan, bir xona 4 etajdan 4-etajda, 1.5 ga 6 balkon. Balkon yaxshi ekan. Remonti Yevro remont ekan. Mana rasmlari bormi? Ko'rsata olasizmi? Narxi 47.500 ekan. Nech pul o'tib berasiz bundan? Ustiga gaplashamiz. O'tadigan joyi bor ekan. O'tadigan joyi bor ekan. Aloqaga chiqinglar. Mana akamizning yana bitta variantlari bor ekan. Chilonzor 17-kvartal. Metroga 5 metr. Bu metrogacha 5 metrlik yo'l ekan. 31-dom Arentir Lady House ekan. Bir xona, 1-etaj, 4-etajli dom, 1.5 ga 3 balkon,
remont, o'rtacha remont ekan, 33 metr kvadrati. Narxi 49500. Necha pul qilib berasiz buni? O'tiradigan joyi bor. Ustida gaplashsak o'tib beramiz. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar.